12 muqomi Parlaq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho guhar. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Yeah.
olmay, sinçak olmaz, şehit olmaz, balak olmaz. Kalbi unem hem hak olmaz, işk otida kıymegince. Kalbi unem hem hak olmaz, işk otida kıymegince.
judalıkni şayet ey ayey o rahmet et salsan vay rahmet et salsan vay a üzenge aşinalıkni hamam hanmanın diyem keçip birsini derme Üzendin özgü bilmeydu Üzen saldın judalıkni Üzendi